Imtihonda shu xatoni qilmaslik uchun nima qilish kerak? Orqa parkovkadan chiqishda. Mana qarang, o'zi mashina o'rtada tushgan edi. O'rtada to'xtagan edilar. Faqat chiqishda xato qildilar. Bo'ldi, to'xtang. O'zi imtihondan ham shu orqa parkovkada xato qilgandilar. O'zi mashina mana o'rtada turibdi-da. Xudo e'tibor bersak. Mashina kirdilar. Hozir chiqayotgan paytlari video olmayap turdim. Prosta obishni qarab turdim. Mana chiqishda, mana Bakyo oynaga e'tibor berasiz. Bakyo oyna mana shu chiziqqa kelish kerak. Keling, oldiroq. Yuraylik. Bakyo oyna kelsin. Keling. Ana endi polni rolni bura. Harakatni davom ettiring. To'xtab qolmang. Mana shu holatda yurib ketaverasizlar. Mana xato to'g'rilandi. Biz qo'limizdan kelgancha sizga o'zimiz bilgan fikrlarimiz, o'zimiz bilgan o'zimizga yarasha qonun qoidalarimiz bor. Imtihondan iloji boricha birga bir avtodromda sizni bir martada imtihondan o'tishingiz uchun harakat qilamiz, tayyorlaymiz. Imtihondan o'ta olmayotgan bo'lsangiz, keling, tayyorlaymiz.